Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida o'zining eng tezkor yangiliklari bilan O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. Yengil vazn toifasida sobiq UFC chempioni Islam Makhachevning sobiq raqibi Charles Oliveira rossiyalik sportchining vazn toifasini o'zgartirishiga munosabat bildirdi. Menimcha u yengil raqib tanlagani yo'q. Hamma muammo vazn haydashda deb o'ylayapman. Bu holatni men 2 marta ko'rganman. Biz bir xil turnirda ishtirok etganmiz va vazn tashlayotganda uni kuzatganman. Bu juda og'ir jarayon edi. Juma kungi vazn o'lchashda u butunlay o'chib qolishga yaqin turgandi. Ko'pchilik uning vaznga tushishi juda og'ir kechayotganligini aytgan. U jangda o'zini yaxshiroq his qilishni xohlaydi va shu sababli yuqori vaznga o'tdi. Yarim o'rta vaznda u yanada xavfli va kuchli jangchiga aylanadi. Uning zarba texnikasi rivojlanmoqda. Juda kuchli kurashi bor. Bu juda qiziq jang bo'ladi. Raqibi jiddiy, yaxshi harakatlanadi va tanasiga yaxshi zarbalar beradi. Biz bunday harakatlarni Bilalga qarshi jangda ko'rganmiz. Lekin bu sportchining bir qismi. Chempion bo'lish uchun eng yaxshilar bilan jang qilish kerak. Faqat shu yo'l bor, dedi Oliveira MMA Today nashriga bergan intervyusida. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Bilal Muhammadni mag'lubiyatga uchratgan Jack Della Maddalena Islam Makhachevni ham nokaut qilishi mumkinmi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Ramazon Temirov kamargacha borishim uchun UFC'ning o'zi yaxshi raqiblar beryapti. O'ta yengil vazn toifasida UFC reytingida 13-o'rinda borayotgan o'zbekistonlik MMA jangchimiz Ramazon Temirov keyingi jangi haqida fikr bildirdi. UFC'ning o'zi kamarga borishim uchun Allohning izni bilan yaxshi raqiblar beryapti. Hozir ASU reytingda 8, men esa 13-o'rindaman. Ko'tarilib olishga yaxshi raqib berdi, lekin menga ASUdan ham og'irroq raqib bersa zo'r bo'lardi. Aytmoqchi bo'lganim, baribir qo'shni davlatdanmiz, nima ham deymiz endi. Shunday bo'lishi kerak ekan, deydi hamyurtimiz Ramazon Temirov. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, Ramazon va Asuning jangi 26-iyul kuni Abu Dabida bo'lib o'tadi. Qadrli do'stlar, agarda hamyurtimiz Ramazon Temirov g'alaba qozonadigan bo'lsa, 8-pog'onaga ko'tarib olish imkoniga ega bo'ladi. Va qadrli do'stlar, aynan Ramazon Temirovning jangini jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, pastda Telegram kanalimiz silkasini qoldiraman. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Ramazon Temirovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Ramazon" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.